bola tug'ilgandan ko'z ko'rish diqqati, eshitish diqqati hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Shuning uchun bolani ko'zini oldidan hamma yorqin narsalarni olib tashlash kerak. Charchatyapti bolam. Va shu yorqin narsalar olib tashalganda aynan bola shakliga mos qo'g'irchoq tanlanadi. Va bolani har doim bolaga yo'q tushunchasini o'rgatish kerak. Shunda aynan kapriz, injiq paytida bolani orqasini bag'ringizga bosib, qo'llarini tushirgan holda bag'ringizga bosasizda ovunishiga ruxsat berasiz. Baqirmaysiz, urishmaysiz, faqat jim silash orqali uspokoyib qolamiz. Bolani bag'rimizga bosganda cho'chilgan nerv sistemalari, ya'ni retseptorlari tarqagan holatda, ya'ni biz asabiy holatda hech narsa eshitmaymiz-ku, shunda shunchaki bag'rimizga bosamiz. Shunda bola o'zini ham jarohatlamayapti, sizni ham jarohatlamayapti. Bu aynan isterika kuchli davrda hech narsa bo'lmagan paytda shunday qilish kerak. Bizda nima qilishadi? Nima xohlayotgan ekan? Ovqat bersammikan, o'yinchoq bersammikan, telefon bersammikan, televizor yoqsammikan, ya'ni yig'ini battar ko'taramiz. Negaki, bola o'zi nima xohlayotganini bilmaydi. Joni og'riyaptimi, uyqusi kelmayaptimi, kiyimi yoqmayaptimi? Bolalarda qo'rquv bo'ladi. Nimadirlardan qo'rqadi. Yangi kiyimdan hattoki qo'rqadi bolalar. Mana shunaqa holatda aynan hozirgi injiqlik sezon almashishi. Bola qishki kiyimlarga o'rganganida, endi u yechinishi kerak, bu bolaga qo'rquv beradi. Shuning uchun bolalarni hech qachon bir xil o'yinchoqlarda, bir xil narsalarda ko'p saqlab qolish kerak emas. Ya'ni har xillik, doimiy yengillik bo'lishi kerak. O'yinchoqlar ham doim bir xil xonada, bir xil yoyilib turishi kerak emas, har doim obnovlение. Chunki hozirgi insonlar yengillikni nima qiladi? Yaxshi ko'radi.